Nima qilganingiz bu? Aka, uzr, parodiya qilib siz video beribman. Yo'q. Aydo, jigar, siz uchun oppog'ini topib qo'ydim-ku. Ye. Oxir ushadimmi? Nimalar qilib tashyapsiz siz, Nima qilganingiz bu? Aka, uzr, parodiya qilib siz video beribman. Mana shunaqa qilib. Yo'q, bu noto'g'ri ish bo'lyapti. Sizni ko'rgan odam o'zi aslida manmisiz, umisiz farqlolmay qolishyapti. Originali bu yo'q lekin. Bitta like bosib qo'ying, jigar lekin boplayaptilar, o'xshatyaptilar. Faqat jigarni ishlataverasiz, xohlagancha yozaverasiz, Telegram kanal ochasiz, gapiraverasiz. Shu bo'yicha qanaqadir brend qilib joy ocha olmaysiz, Jigar. Ana, vaqtlaringiz bo'lmay qoladi. O'sha paytda chaqirib tursangiz, sekin kelib arzon qilib turaveramiz sizga. Uy, zo'r edi, rostdan vaqt bo'lmagan payt обязательно chaqirasiz. Sizda mashinalar ko'payib ketadi. O'sha paytlarda kelib sekin arzon qilib tursa bo'ladi. Yorvatda bitta поддержка qilib like bosib qo'yinglar. Mana shu mehnat uchun hamma mehnat qilyapti-da, to'g'rimi? Like-inglar shu mehnatga yarasha rahmat deganinglar bo'ladi-da. Like bosib, jigarlarga, hoji akalarga tashlab qo'yaverasizlar. Обязательно.